Hürmetlik vatandaşım, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiyada size hazırız. Washington'dan sözleyimiz. Mavzularımız tüendikçe. Leksiyanın mavzuları tüendikçe. Devlet Meclisi'nin azası McGovern, Dalai Lama vataniga qaytish kerak dedi. Mavzulu haber 12 ayının 15. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. Uzundan beri Tibet meselesi köngül bölüp gelgen Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Meclisi Demokratlar Partisining a'zosi navbatda Devlet Meclisining a'zosi Jim McGovern haftaning 4 günü Devlet Meclisining umumiy yig'inida fikr bayon qilib, diqqat vatandoshim, Devlet Meclisining umumiy yig'inida fikr bayon qilib, Jungoni xalqaro kishilik huquq kitobnomasini hurmat qilishga chaqiriq qilib, Dalai Lamaning vataniga qaytishiga ruxsat qilishini murojaat qildi. McGovern mundaq ko'rsatdi. Kishilik huquq kitobnomasining 13-moddasida mundaq belgilangan. Har bir odamning o'z davlatidan ayrilish, jumladan o'z davlatini o'z ichiga olgan holda hamda shu davlatga qaytish huquqi bor. McGovern yana mundaq ko'rsatdi. Men Jungo hukumatining 14-navbatlik Dalai Lamani tan elishiga va uning yurtiga, vataniga qaytish huquqini e'tirof qilishiga chaqiriq qilaman. Mayli u yerda turib qolsin yoki u yerni ziyorat qilsin. Men Jungoga uning, ya'ni Dalai Lamaning qaytib kelishini, qarshi elishini, uningga tinchlik, e'tiqodi bor kishilarga hurmat berishga tegishli hurmat berishni chaqiriq qilaman. Uning bilan o'ltirib so'zlashib, maslahatlashib, Tibetning noroziligini qandoq hal qilishni, uning bilan, yana Dalai Lama bilan so'zlashib, jiddiylikning cho'nqurlashishidan va to'qinish portlashdan saqlanishga chaqiriq qilaman, murojaat qilaman. McGovern. Devlet Meclisi a'zosi McGovern yana mundaq ko'rsatdi. Agar Jungo mushundaq qiladiganli bo'lsa, davlat masalasida intayin aktiv inkas qaytargan bo'ladi. Xitoycha tarjimasi nima deydi? Rugo Jungo jayanzo Hoyza Godiashang Yinchi Fichang Jijide Faying. Demek bir yerde Godiashang degeni devlet meseleside. Davat odur. Bir yerdeki devlet Jungo'nun nazarı tutuldu mu ya ki Tibet'nin devleti nazarı tutuldu mu? Ben ayrı almadım vatandaşım. Geçirirsiniz. Yana qo'shimcha xabar. Jungo bilan Amerika pul siyosatida elishish davriga kirdi. Mavzuli xabar 12 ayning 16 kuni Wangbao gazetida e'lon qilindi va shu kuni Vanvet orbitaga ko'chirib berildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatları Zapas pul komiteti Tayvan vaqti 14 kuni o'sim o'stirishni jakarlagandan keyin Jungo'ning Xalq bankasi darhol asosliq bankining o'simini 5 nuqtaga o'stirib, o'xshashli 200 milliard 800 million atrofida MIF o'ttir mazgilli qarz berishni osonlashtirish mashg'ulotini o'ttirib qo'yib, tashqari dunyoga signal tarqatdi. Amerikaning qisqartish, boj kamaytirish, o'sim o'stirishiga ergashib, Jungo'dan kapitalning eqib chiqib ketishiga qarab o'ltirishni xohlamadi. Yer shari bo'yicha ikki cho'ng iqtisod gavdasi nihoyatda nozik harakat davriga kirdi. Diqqat vatandosh. Yer shari bo'yicha ikki cho'ng iqtisod gavdasi nihoyatda nozik harakat davriga kirdi. Pul borishi tehe oshkora maydonga chiqmagan bo'lsa-mu, lekin yoshiron harakatga o'tdi.
Çünkü Cungo hazır pul muamele sahasida pişanı yiraklaştırış mezgiliga kirib, xatarni azaytadigan halqılık bir davrda turganda, onun üstiga Amerikaning ösüm östürüşüdün payda bolgan özgürüş koşulganda, Jungodagi kapitalning chet elga eqishini keskinlashtirib etdi. Әмді келер елі Jungo'nun pul siyaseti pul koyu eti siyasının ottırığı çıkışı әмді mümkün emez. Hazırdan qarğanda Xalq Bankasının əgişib ösüm östürüşü tası enik emez. 2018 yılı Amerika ösüm östürüşünü davamlaştırdı. Mundaq ahvalda bu yıl Koriya, Asiyada ösüm östürüşünü başladı. Amerika, Kanada 7-9 aylarda ösüm östürgəndən keyin yer şarının yüzlenişini küzetkende Xalq Bankası keler yili ösüm östürüş dolqunuğa qoşuluşu Amerika Jungo pul siyasətinin doğrudan doğru elişini keltirib çıxardı. Bu fakat vakit meselesi xalas.